Mustaqillik bu el yurt farovonligi, oziq-ovqat xavfsizligi va ertangi kunga bo'lgan mustahkam ishonchdir. Davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi bilan veterinariya sohasini tubdan isloh qilish, kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo'yicha tarixiy qadamlar qo'yildi. Bugun mustaqillik bergan imkoniyatlar tufayli Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetida nazariy bilimlar zamonaviy texnologiyalar va amaliy tajriba bilan uyg'unlashib, veterinariya meditsinasida yangi avlod mutaxassislarini shakllantirmoqda. Zamonaviy veterinariya klinikalari, boy manbali laboratoriyalar va raqamli diagnostika vositalari bo'lajak veterinar shifokorlarning mahoratini oshiruvchi asosiy maydondir. Aynan shunday zamon talablariga mos sharoitlar yoshlarning o'z kasbiga bo'lgan mehri va ishonchini yanada orttirmoqda. Bugun yangi O'zbekiston talabasi nafaqat bilim oladi, balki sohaning kelajakdagi islohotchisiga aylanmoqda. Xo'sh, aynan shunday zamonaviy imkoniyatlarda tahsil olayotgan bo'lajak veterinarlar nima deydi? Men veterinariya meditsinasi sohasida tahsil olayotgan talaba sifatida bir chuqur haqiqatni anglab yetdim. Jonzotlarning salomatligi bu insoniyatga va hayotga bo'lgan hurmatimiz belgisidir. Ilm, shijoat va istiqlol shukuhi tushgan bu muhtasham maskan ertangi zafarlarimiz beshigidir. Nigohlarida ishonch, qalbida vatan ishqi jo'sh urgan bugungi yoshlar shunchaki talaba emas, balki soha kelajagini belgilovchi kuchdir. Biz aynan mana shu intiluvchan, zamonaviy fikrlaydigan va yangicha dunyoqarashga ega yoshlardan veterinariya sohasini yangi O'zbekiston davrida yangi cho'qqilarga olib chiqishlarini va jadal rivojlantirishlarini katta ishonch bilan kutib qolamiz.